Bugun havo ancha yaxshi bo'ldi. Ertaga qor yog'masmikin? Yog'masa kerak, quyosh turibdi-ku. Hammasini qo'yib bloger bo'lsammikin yoki videolarim rikka chiqarmikin? Ko'tarilib ketsam-a? Yaxshi tezroq ishimni qilay. Yangi yil ham kelyapti. Sinfdoshlar o'tirishi bo'larmikin? Yana ichgan jo'ralarim olib yuraymanmi? Yangi yildan keyin temirda narxi tushsa zo'r bo'lardi-da. Shu darvozalarimni vaqtida qurib berishim kerak, bo'lmasa mashinalik bitta yangi mashina olsammikin, a? Yo'q, yaxshisi yuk mashina olaman, ishimga ham yaxshi. Qo'y hammasini kredit to'lashim kerak-ku axir. Shu kredit ham yedi-da mani. Oz qoldiki qutulaman. Sizlar ham xayol surasizlarmi?